Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Doston Shuhratovich. Bugun biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida ma'muriy sud binosini oldida turib video eshittirishimizni olib bormoqdamiz va bugun Xorazm viloyati Gurlan tumani Madiramxo'ja vorislari fermer xo'jaligi da'vogar sifatida qatnashadi va Gurlan tumani hokimligi javobgar sifatida qatnashadi. Adliya vazirligi tomonidan Madiramxo'ja vorislari fermer xo'jaligini huquqlarini himoya qilgan holda da'vo arizalarini kirgizganlar va biza bundan 3 kun oldin video murojaat qilib chiqazganmiz. Xorazm viloyati adliyasi tomonidan vakil qatnashishini so'raganmiz va bugun hozir iltimosnomalarimiz qanoatlantirildi. Sud zalida video syomkalar qilindi. Buni xudo xolasa sud tugagandan keyin oshkor qila olamiz. Shungacha sud prosesslarini video syomka qilib boramiz. Assalomu alaykum. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudiga Madiramxo'ja vorislari fermer xo'jaligi vakili tomonidan himoyachi advokat sifatida ishga keldik. Ish majlisida taqdim etgan hujjatlarimiz, iltimosnomalarimiz inobatga olinib, sud majlisi 18-noyabr kunga qoldirildi. Hozirgi kunga qadar taqdim etilgan iltimosnomalarimiz qanoatlantirildi. Qonun buzilish holatlari aniqlanganligi bo'yicha vazirlik tomonidan taqdim etilgan advokatlik so'roviga javob xatlari va barcha hujjatlarni taqdim etdik va bu hozir o'rganilish jarayonida. Va yana kimda qanaqadir shunaqa murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, sudga qatnashish kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, ekranda nomerlar bor, aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Voqealar rivojini kuzatib boringlar.